12 aprel 2025 yil. Chimyon sihatgohi. Ertalab soati 6dan mana Eshimxon Eshonbobo yaxshi niyatlar qilib 10 qadam bilan sihatgohdan chiqib mana ertalabki badan tarbiyaga ketyapti. Tabiatning bunchalik maftunkorligini biz shu yerda sezyapmiz. Mo'jizakor. Eshimxon Eshonbobo kundan kunga sog'ayib, ochilib, yasharib ketyapti. Shunchalik ham tabiat go'zalligini bilmagan ekanmiz. Ish deb ertadan ishga chopib, kechgacha ishda yurib, shunday go'zal tabiatni insonni o'ziga tortishini bilmagan ekanmiz. Tortgan bo'lsa ham sezmay yurganmizda. Buni qarang. Uzoqdan soydagi zilol suvining ovozi kelyapti. Shohimordan suvi. Mana qushlar sayrayapti. Tabiat jimjit. Bir to'xtagan nuqtaga qarab qolasan. Shunday tabiat sizni sehrlab qo'yadi. Boramiz, kanaliga ham boramiz, ketdik. Mana